Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan terapevt shifokor Dr. Jamshid. Ushbu videoda men sizlarga juda ham aktual hisoblangan qon bosimini to'g'ri o'lchash texnikasini ko'rsatib bermoqchiman. Qon bosimini o'lchash uchun bizga sigma manometr yoki tonometr deb aytiladigan uskuna kerak bo'ladi. Mana bu xonga qaraydigan bo'lsak, sigma manometrni qismlari keltirib o'tilgan. Birinchisi bu manjeta hisoblanadi. Bilak atrofini o'rab olish uchun. Ikkinchisi bu grusha yoki nasos deb aytiladigan jihoz va uchinchisi manometr yoki qon bosimini darajasini ko'rsatishga moslashtirilgan uskuna. Va bizda mana shu qon tomir devoridagi shovqinni eshitish uchun kerak bo'ladigan fonendoskop turibdi. Mana shudan foydalangan holatda biz qon bosimini to'g'ri o'lchashni ko'rib chiqamiz. Albatta, qon bosimini o'lchash uchun moslashgan tonometrlar boshqacha xillari ham bor. Ular elektron turda bo'ladi yoki keyingi paytida aqlli soatlar bilan birga keladigan qon bosimini o'lchashga moslashgan uskunalar mavjud, lekin eng ishonarlisi va shifokorlar tomonidan, olimlar tomonidan tavsiya qilinadigan mana shu qo'lda o'zi odam eshitib o'lchaydigan qon bosimini o'lchash metodikasi. Buni Korotkov taklif qilganligi uchun Korotkov metodi bo'yicha qon bosimini o'lchash deyiladi. Qon bosimini o'lchashdan oldin umumiy qoidalarni aytib o'taman. Qon bosimini o'lchayotgan paytda birinchi marta uchayotganda bemor yoki siz o'zingizni qon bosimingizni o'lchayotgan bo'lsangiz, avvalambor ikkala qo'lda o'lchashni amalga oshirish kerak. Qo'lda aynan yelka sohasiga manjeta taqiladi, chunki biz yelka arteriyasidagi qon bosimini ko'rsatkichlariga qarab, qon bosimi yuqori yoki past degan xulosaga kelamiz. Xo'p, ikkala qo'l orasidagi qon bosimi farqi 10 mm simob ustunidan oshmagan bo'lishi kerak. Bordi undan yuqori bo'ladigan bo'lsa, ya'ni oradagi farq qo'shimcha tekshiruv usullari o'tkazish kerak bo'ladi. Xo'p, shunday qilib, hozir men sizlarga qon bosimini o'lchashni demonstratsiya qilish maqsadida bizni volontyorimizni chaqiraman va ularni misolda ko'rsatib berishga harakat qilaman. Marhamat, o'tiring. Qon bosimini o'lchash jarayonini amalga oshirishdan oldin bir qancha shartlarga amal qilinishi kerak. Bemorimiz eng kamida 5 daqiqa mobaynida tinch holatda bo'lishi kerak. Bemorning umumiy holati tinch, hayajonlanmagan va stressga berilmagan holatda bo'lishiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Xo'p, undan tashqari, o'lchash jarayoni amalga oshirilishidan kamida 30 daqiqa avval qon bosimini ko'tarish xususiyatiga ega bo'lgan, tarkibida kofein, nikotin saqlagan mahsulotlar iste'molini cheklash kerak. Ya'ni 30 daqiqa oldin shu mahsulotlarni iste'mol qilinishi to'xtatilishi kerak bo'ladi. Borchi bemor notinch bo'ladigan bo'lsa, qon bosimini o'lchashni keyinga qoldiriladi. Xo'p, shunday qilib, hozir biz bemorimizni qon bosimlarini o'ng qo'llarda o'lchaymiz. E'tibor qilish kerakki, o'ng qo'l yoki chap qo'l qaysi qo'lda o'lchalayotganidan qat'iy nazar, qo'l darajasi yurak darajasi bilan bir xil holatda bo'lishi kerak. Mana shu yuqoridagi aytilgan shartlar amal qilingandan keyin, mana biz hozir bemorimiz o'zini yaxshi his qilyapti. O'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? O'zini yaxshi his qilayotganiga amin bo'lganimizdan keyin endi manjetani bevosita bilak atrofiga o'tkazamiz. Va manjetani pastki chegarasi tirsak bo'g'imidan 2 barmoq eni yuqoriligida turish kerak. Manjetani siqqanda juda ham kuchli siqib yubormaymiz. Bu yerda ikkita barmoq sig'adigan darajada joyi qolishi maqsadga muvofiq. Manjetani o'rnatdik. Endi biz fonendoskop yoki quloqchinlarni taqib olamiz va manjetani shishirishni boshlaymiz. Shishirish paytida manometrga qarab turish kerak bo'ladi va asta-sekinlik bilan biz shishirib borar ekanmiz. Bilak arteriyasiga fonendoskopni qo'yib, quloq bilan hosil bo'lishi mumkin bo'lgan tovushlarni tinglashga harakat qilamiz. Va ma'lum bir nuqtaga yetgandan keyin tovushlar eshitilishni boshlaydi. Va biz shishirishni asta-sekinlik bilan davom ettirsak, shovqin yo'qoladi. Mana shu shovqin yo'qolgan nuqtadan boshlab yana 20-30 mm simob ustunigacha manjetani shishirib boramiz. Ishonch hosil qilamiz, hech qanday shovqin yo'q va manjetadan havo chiqib ketmayapti. Shunda biz nasosni teskarisiga aylantirganimizda manjeta bo'shashni boshlaydi va bo'shatish ham sekin amalga oshirilishi kerak. Rekomendatsiyalarga ko'ra
1 soniyasiga 2-3 mm simab ustuniga manjetani bo'shatish tavsiya qilinadi. Shu holatdan manjetani bo'shatib boramiz va birinchi tovush hosil bo'lgan nuqtani fiksatsiyalaymiz. Bu holatda taxminan 110-108 mm simab ustuni holatda bemorimizda birinchi tovushlar paydo bo'ldi va bu qon bosimining yuqori nuqtasi yoki sistolik qon bosimiga to'g'ri keladi. Manjetani yana tushirib boramiz. Manjeta bo'shashib borib, kamera ko'rsating. Taxminan 70 mm simab ustuniga kelganda fonendoskopda tovushlar eshitilishi deyarli yo'qoldi. Agar yana tushiradigan bo'lsam, tovush eshitilish yo'qoladi. Bu qon bosimining pastki ko'rsatkichini belgilab beradi va bu bizda diastolik qon bosimi deb aytiladi. Demak, paydo bo'lgan birinchi va oxirgi tovushlar sistolik va diastolik qon bosimiga to'g'ri kelib, qon bosimining yuqorgi va pastki chegaralari deb aytiladi. Shu bemorimizda yoki ushbu volontyorimizda qon bosimi hozir men yechaman 110 ga 70 mm simab ustuniga teng ekan va bu normal ko'rsatkich hisoblanadi. Qon bosimining 140 ga 90 mm simab ustunidan yuqori bo'lishi patologik holat hisoblanadi va bu bir necha tekshirishlar davomida aniqlanishi kerak. Qon bosimi keyingi paytlarda insonlarning o'limiga sabab bo'ladigan birinchi raqamli kasallik sifatida turibdi. Sababi uni asoratlari sifatida infarkt, insult, periferik qon tomir kasalliklari, buyraklar funksiyasining shikastlanishi, umuman yurak funksiyasining yomonlashuvi kabi holatlar kelib chiqadi. Shuning uchun qon bosimi oshib turadigan odamlar qon bosimini doimiy ravishda nazorat qilib, qon bosimi kundaligini tutishlari kerak. Zarur bo'lgan holatlarda yoki qon bosimi 140 ga 90 dan oshib turadigan holatlarda shifokor konsultatsiyasini olishlari va uni tavsiyalariga rioya qilishlari kerak bo'ladi.